Assalomu alaykum. Agar sizda og'riq bo'lsa, doimiy og'riq qoldiruvchi dorilardan charchagan bo'lsangiz, даже ular ta'sir qilmay qo'ygan bo'lsa, koksartroz, gonartroz, belda grija, sidalishni nerv tortsa, dumg'azada quymuchda og'riq bo'lsa, bo'yinda qotishish, davleniya oshishi, yelkani ko'tarilmasligi kabi muammolar kuzatiladigan bo'lsa, bizning davolash jarayonimizga qiziqsangiz va natijalar qanaqaligini bilmoqchi bo'lsangiz, videoni oxirigacha ko'ring. Assalomu alaykum. Assalomu alaykum doktor aka. Sog'lig'ingiz Yaxshimisiz? O'zingiz sog'lig'i yaxshimi? Men yaxshi. Rosa qiynalib kelgandim, 2 kishi ko'tarib keldi. Mana bugun xudosi 10 kun bo'lib o'zi oyog'imga yurib ketyapti. Alhamdulillah shukr. Doktorlarga kattadan katta omad deyman, charchamasin. El do'stlar shuni xizmat qilishni men talabdorman. Sog' bo'ling, salomat bo'ling. Mana kelishda qiynalib keluvdingiz. Rosa qiynalganman. Rahmat, esimdan chiqmaydi. Endi bir yurib ko'rsating, yura olmasdingiz. O'shani kecha zinadan chiqqanlaringizni ko'rdim, yaxshi yurishlaringiz. Endi yaxshi. Faqat shu oqsoqlanish bor. Buni ham Xudo xolasa O'tirganimda endi. ikkinchisida ketkazamiz, Xudo xolasa. Mayli, sog' bo'ling, salomat bo'ling. Rahmat. Qancha kasal qilsam aslan. Sog' bo'ling. Assalomu alaykum. Assalomu alaykum. Bugun mana sizga 10 kun lichina oling degandim. Bugun nechinchi kun? Bugun 3-kun. 3-kun. 3-kunda yaxshi bo'lib qolibsiz, ketaman deb turibsiz. Demak, qayerdan keldingiz? Qanaqa shikoyatlar bilan keldingiz? Aytib bersangiz, kuzatuvchilarimizga ham qiziq bo'lardi. Men Qoraqalpog'iston Respublikasi Elbekqal'a tumanidan keldim. 2-3 darajali suyak kemirilish bilan Tizzada. tizzada suyak kemirilish, Minsk Minsk yirtilish. Ikkinchi kelishimda Xudo xolasa mana bugun doktorlar javob beryapti uyga. Yaxshilashdingiz deb. Shuningdek bu ikkinchi marta kelishingizda, shuning uchun. Ikkinchi marta O'sha kelishim. birinchi marta to'liq lichina olib ketuvdingiz. Mana hozir ikkinchisida, mana 3-kundan yaxshi bo'lib qoldingiz, shuning uchun sizga javob beryapmiz. Bu yerda hech qanaqa dori ukol olmadingiz. Yo'q, dori ukolsiz. Lichinalarimiz yoqdimi sizga? Lichiniyalaringiz zo'r. Hammangizga rahmat. Sog' bo'ling, salomat Komandangizga bo'ling. gap yo'q. Rahmat hammangizga. Sog' bo'ling siz ham. Balla, qizlar mana Irodaxon, Rayhona, hamma qizlarga rahmat, doktorlarga rahmat aytaman. Sog' bo'ling, salomat bo'ling, sog'ayib keting xola, yaxshi yetib oling. Assalomu alaykum. Mana bugun lichinamiz nechinchi kuni? 6-kuni. 6-kuni. Siz ham mana 10 kun dedim, 6-kun yaxshi bo'lib qoldim deyapsiz. Sizga ham javob beryapman. Javob berishimizdan oldin kasallar bilan oldin YouTube'ga o'tsiflar qo'ymas edim. Mana bugundan boshlab qo'yib boshladik. Mana o'zingizni mana nechinchi marta kelishingiz, bungacha qanaqa lichinalar olgansiz, qanaqa sizda qayerdan kelgansiz, qanaqa shikoyatlaringiz bordi, qanaqa diagnozlar qo'yishgan, shular haqida gapirib bersangiz yaxshi bo'lardi. Assalomu alaykum, hurmatli Kuzatuvchilar. kuzatuvchilar. Mana men bugun bu yerda 6-kun lichina olishim menga javob berdi. Ikkinchi marta kelishim, birinchi marta kelganimda yaxshi bo'ldim. Yana keldim bu yerga bir oydan keyin. Yana mana hozir 10 kun olishim kerak edi, 6-kuni javob berdi. Oyog'im yaxshi. Oyog'imga yog' quydiruvdim. Oyog'imni ko'tara olmay kelgandim bu yerga. Xastada yurdim. Xastani ham tashladim mana endi Xudo xohlasa. Bundan keyin yaxshi bo'lib ketaman. Endi 3-kursga 3 oyda kelasiz dedi. Ungacha Xudo xohlasa yaxshi bo'lib, bu doktorlarga hammasiga rahmat deyman. Akalarimizni qilsangiz. Akalarini qilib mana mashg'ulot bajaring dedi. Dori darmonsiz lichinalar oldik. Dietalar qilish kerak. Dieta qilish kerak ekan. Mana gazli ichimliklar ichmanglar dedi. Shunaqa, sizda tizza yemirilishi nechinchi daraja edi? 3-4 darajada edi. 3-4. Operatsiya dedi. Operatsiya deyishganmi? Operatsiya degan. Minsk parda ham menimcha yirtilgan edi. Ularni hammasi bu tizzani bukib yozishda yo bo'lmasa uzatib o'tirganda qotib qoladi bir xilda tizzalar. Yurganingizda qadalib og'riydi, bir xilda achishi og'riydi. Shishlar bor edi sizda. Shishlar bor edi. Mana oyog'im yaxshi, Xudoga shukr. Men bu Ancha doktorlarga yaxshi bo'lib qoldingiz. hammasiga rahmat deyman. Xurshidbekka, Feruzbekka, Alisherga, Yusufjonga, Jasurbeklarga hammasiga rahmat deyman. Mana Sog' dori bo'ling. darmonsiz yaxshi bo'ldim. Sog' bo'ling, Hammanglar salomat kelinglar. bo'ling.
endi bir xillar mana aytishadi oddiy reklama bu u bu deydi. Misol uchun oddiy xalqdan chiqqan odam bilan reklamadan chiqqan odam farqi bo'ladi-da. bor, ha. Misol uchun sizlar ham mana siz qayerdansiz? Bo'kadanmidi? Parkentdan. Parkentdansiz. Parkentdan kelgansiz. Mana sizdan oldingi xolamiz Qoraqalpog'istondan edi. Undan oldingi Samarqanddan edi. Videoga olganimizda hammasi o'zimizga o'xshagan oddiy Oddiy chiqqan xalqdan xalq odamlar. odamlar hech qanaqa reklama bunaqa narsa Dori yo'q. darmonlarsiz mana yaxshi bo'ldik. Sog' bo'lingizlar, salomat bo'ling. Assalomu alaykum yurtdoshlar, hamyurtlar. Barchalaringga xayrli kun bo'lsin. Allohim har bandaga bir qandaydir sinovlarda ato etadi. Shu sinovlardan bizga ham tegib, mana shu grija degan nomdagi kasalga ro'para bo'ldik. Endi bu kasalni davolash uchun men o'zim Namangan viloyati Mingbuloq tumanidanman. Nevropatolog degan doktorlarga uchrab, ularni bergan haligi muolajalari juda ko'p yerda oldim. Namangan viloyatida eng kuchli nevrolog, nevropatolog hammalariga uchrab, o'shalarni davolandim. Lekin hech qanday foyda topmadim. Endi hali cho'kya turgan odam cho'pga ham osilibdi degandek qidiruvni boshladim. İnternetdan mana shu Xurshidbekni klinikasini ko'rdim, mashqlarini, uni berayotgan davo usullarini, barchasini endi menga yoqib, shu yoqqa yo'l olib kelishga maqsad qilib keldim. Meni oyog'im mana shu tagi belimdan oyog'imning uchigacha achitib qattiq og'rirdi. Doim yonimda nevaram yetalab yurardi. Qishloqlarda barcha mana bu yo'riq yo'sinlarga qatnasha olmay mahalladan chiqib ham qoldik. Qisqasi kelib mana shu Toshkent shahriga kinezolog degan doktorga uchradik. Bu kinezolog nima o'zi? Bizda bunday tushuncha bo'lmagan ilgari. Bu kinezolog mana shu grija degan ofatni yo'q qiladigan bir soha ekan. Bular o'qib, bilimli bo'lib, Xurshidbeklar mana 3-4 ta yonida yordamchilari bilan ancha mutaxassis bo'lib qolishibdi. Shu grijalarni davolash uchun hech qanday dori-darmon, ukol yoki sistema qo'ymayaptilar. Shuning uchun bularga katta rahmat aytamiz va ularni haligi bilimlariga bilim, ishlariga omad, tanijonlarini sog' qilsin. Yurtimiz aholisiga sog' salomat qilayotgan ishlardan charchashmasin Allohim. Endi hassani tashlavergani cho'chib tashlaveryapman. Hassasiz yuraveraman hozir o'zim bemalol Allohga shukr. Birinchi marta keldim. Mana 9 kun 8 kun muolaja oldim, 8 kun. Muolajalar ta'siri bor. Ancha pasaydi og'riqlar. Assalomu alaykum, hurmatli kuzatuvchilar. Mana imkon metga keluvdim. Oyog'im 2-darajali yemirish bilan shunga hozir mana shu ukol dorisiz, mana shu Xurshidjonni nimasi bilan, mehnati bilan oyog'imni yaxshi bo'lib ketdi, Xudoga shukr. Mana shuga yemirishlar bo'lsa, girjalar bo'lsa, ukol dorisiz davolayotgan bular. Shuga kelishlaringni zaril bo'lsa agar ukol dorini foydasi yo'q, mana shu kasallarning foyda ko'rasizlar. Davosi bor mana shuga. Yana aqqa-baqqa chopib bekorga odamlar 2 million, 3 millionga girjani davolatdim. Foydasi bo'lmadi. Ana oyog'imni davolatdim ukol dori bilan, yog' quydirdim deydi, foydasi bo'lmadi deydi. O'shalar mana shu imkon mediga kelishlaringni so'rayman agar ana bo'lsa-da, nima bo'lsa, kasalliklaring bo'lsa, yemirish bo'lsa, mana 2-chi, 3-chi darajali yemirishlarni ham operatsiyasiz davolayapti mana shular. Olganmisiz tizzadan ukol? Oldim, yo'q, ukol olganman, yo'q quydirganlar, quydiruvdim 2 marta. Lekin foydasi bo'lmadi o'sha. Mana shu sizlar onlaringga kelib, kineziyologiya markaziga kelib,
yaxshi bo'lib ketdi, xudoga shukur oyog'im. Hozir yurishlaringiz yaxshi, tekis yuribsiz. Necha oy bo'ldi o'sha kelib lechini olganingizga? Endi fevralga keluvdimmi? Fevral. Hozir mana 2004-yil fevralga kelganman yo 25-yil 2025 fevralga kelganman-da, ha. kelgansiz. Mana hozir почти 8 oy bo'lganda, 8 oydan beri yurishlaringiz zo'r. Yaxshi, yo. Bu degani lechina boyagi bir xil aytadi, vaqtinchalik degan narsalar bor-da. 8 oydan beri mana bezovta qilayotgan yo'q, Yo'q, boshqa yo'q, qilayotgan ha. yo'q. Yaxshi yuribsiz. Oldin mana tiq qanday bo'lib yurib bo'lmaydi-da, oldin endi tiq qanday bo'lib bir nima qadalib qolganday bo'lib yurolmay, ko'zlarimdan yosh chiqib ketaydi. Yo hozir yo'q, bilinmaydi ishtimi, yaxshi xudoga shukur. Assalomu alaykum. Assalomu alaykum. Yaxshi keldingizmi? Allohga Bugun shukur. yaxshi. mana nechinchi kun lechingiz? 10-kun. 10-chi kun. Ya'ni Oxirgisi. birinchi kursda tugatdingiz. Oxirgi kuningiz mana lechingiz. Qanaqa shikoyatlar bilan keluvdingiz? O'shalar haqida gapirib bersangiz. Men Qashqadaryo viloyati Yakkabog' tumanidan kelganman. 7 yillar bo'ldi tizzam og'riydi. Tizza bilan davolanaman. Oyog'imda og'irlik, charchash, boshimdan ko'p stresslar o'tgan. Shuni natijasida yurishda qiynalib qolganman. Почти 3-4 yildan beri tinimsiz davolanaman. Hech ham foydasini bilmadim. 1 yildan beri YouTube'dan ko'rib qoldim sizni. Ikkala aka-ukalarni anavlaringizni ko'rib kuzataman. Kelishga harakat qilib yurardim. Oxiri Allohga shukur, shu kunlarga yetdim, davolanishga keldim. Mana kelgan kunlarim umuman tizzam bukilmasdi. Qayta chiqmagan kasallarim chiqdi, mana bo'ynimdan bo'layotgan ekan. Juda ham yaxshi natijaga erishdim. Hozir yaxshiman, Allohga shukur. Ozgina og'irlik bor. Endi yana davolanishim kerak ekan, nasib bo'lsa yana kelaman. Shunaqa bizda shunaqa bo'ladi. Aytmoqchimanki, kim o'ylab turganlar, shu yerga davolanish deb o'tirgan, bemalol kelaversin. Chunki tizza yemirilishidan, tizza og'riqdan, mana bu grija, bo'yin osteoxondrozdan qiynalganlar juda ko'p. Masalan, o'zimizda ham so'rab kutib turganlar ancha. Shuning uchun bemalol kelaverishlaringni sizlarga maslahat beraman. Sog' bo'ling, salomat bo'ling. Shu bilan endi ikkinchi kursda ko'rishamiz. Rahmat. Bizda endi dori-darmon ishlatilmagani uchun og'riqlar, boshqalar sekin ketadi, lekin bir ketgandan keyin qaytalamaydi. Chunki biz o'sha tizzangizni o'zini davolaymiz. Yo bo'yin bo'lsa, bo'yinni o'zini davolaymiz, hech qanaqa dori bermasdan, gormon bermasdan. Juda ham yaxshi muskullar bilan ishlarkansizlar, tochkalar bilan, yana shirin so'z vrachlaringiz, hamshiralaringiz hammasi ikki tomonlama yordam berdi menga. Juda ham xursandman. Sizlarga Allohimga shukur qilaman shunday joyga kelganimdan. Sog' bo'ling, Rahmat. salomat bo'ling. Sizlarni tarbiyalagan ota-onalaringizga ham katta rahmat. Rahmat. Sog' bo'ling. Assalomu alaykum. Yaxshimisiz? Assalomu alaykum, yaxshiman, Allohga shukur. O'zingiz tanishtirsangiz, qanaqa shikoyatlar bilan kelgansiz, mana ikkinchi marta kelishingiz. Chunki kuzatuvchilarimizga qiziqda bu narsa. Chunki sizga o'xshagan o'sha necha yillar nevropatolog, travmatolog deb har xil tabiblarga borgan boshqalar bor. Ularga ham bari siz natijangizni eshitsa, qanaqa o'sha haqiqatan chini topsa bo'ladimi, hech qanaqa dori operatsiya qilmasdan oddiy mashqlar bilan yoki kineziologiya deydi, tochkalar bilan davolash mumkinmi? Shunaqa yemirilishlarda, grijalarda, bosh aylanishlarda, yelka ko'tarilmasa davolasa bo'ladimi? Qiziqqanlar ko'p. Shuning uchun shu haqida gapirib bersangiz yaxshi bo'lardi. Men mana shu yerga Sirdaryo viloyati Guliston tumanidan kelganman. Men bormagan joylarim qolmadi. Farg'onada ham lechinalar oldim. Men Toshkentda ham klinikalarda ham borib lechinalar oldim. Umuman foydasi bo'lmadi. Dori-darmonlar oldim. Meniki 3-4 stepen Minsk operatsiya deganda, operatsiya qildirmasdan umuman yura olmaydigan holda xastada kelgandim mana shu yerga. Nerva kineziologiyani men YouTubedan, Instagramlardan eshitdim, mana shu Xurshid akani eshitdim, mana shu yerga keldim. Men kelganimda og'ir ahvolda edim. Egilgan holatda, hassada juda ham kuchli og'riqda edim. 3-stepen, 4-operatsiya уже yurishga ham holim yo'q edi-da. Mana shu yerga kelib 10 kun lechinani oldim. Bu yerda ukol dori qilinmaydi. Nerv tochkalarni ochib, yaxshi lechinalar menga yoqdi. Menda ancha o'zgarish yaxshi. Mana bu ikkinchi kelishim hozir. Birinchisida og'ir ahvolda kelgandim. Mana hozir bemalol hassalar tashab yurayapman. Sizlarga ham rahmat. Mana shuncha shu yerda ishlayotgan xodimlarga ham shunchalik harakat qilib, qo'llari yengil ekan. Mana lechinalari menga juda ham yoqdi. Foydasini ko'rdim men. Rahmat sizlarga ham. Sog' bo'ling, salomat bo'ling. Bu endi ikkinchi kursda kelyapsiz. Bugun nechinchi kun?
Bugun ikkinchi kun. Bugun ancha yaxshiman, bemalol yuribman. Harakatlarim ham juda ham yaxshi. Qo'llarimni ham ko'tara olmasdim. Oyoqlarimda ishlar bor edi. Tizzamda juda ham qotib qolgan ishiklar bor edi. Orqa tomonida kistalar bor edi. Yo'q, hozir ancha yengilman. Bemalol o'zim hassan tashlab yuribman. Rahmat sizlarga. Sog' bo'ling, salomat. Bir turib ko'rsatingchi. Mana yurishlarim yaxshi. Men bu yerga hassada kelganman. Egilgan holatda hassada edim. Allohga shukr, mana shu Xurshid akani, mana shu yerda ishlayotgan xodimlarga juda ham katta rahmat. Shunchalik mana shu nervokinezologiya juda ham yaxshi joy ekan. Menga o'xshagan bemorlarga mana shu yerga kelib lichina olishiga taklif qilaman. Dori-dormon boshqa joylarimizga ziyoni bor bu narsalarni. Lekin mana bu yerda dori-dormon qilinmaydi. Lichinalar juda ham yaxshi ekan. Mana bemalol yuribman. Mana yurishlarim ham juda yaxshi. Men hassada egilgan holatda edim. Rahmat sizlarga. Agar sizda ham shunaqa muammolar bo'lsa va konsultatsiya olmoqchi bo'lsangiz, quyidagi raqamlar orqali men bilan bog'laning, konsultatsiya berib o'taman.